Assalomu alaykum hammaga. Bugungi podkastimiz boshlandi. Bugungi podkastimiz judayam it's gonna be very interesting guys. Iltimos oxirigacha ko'ringlar va mana shu videoni ko'rganingizdan keyin уже problema, hayotingizda bo'layotgan qanaqadir qiyinchiliklar unchalik sizlarga unaqa o'ylashga arzimaydigan problemaligini siz tushunib yetasizlar. Iltimos oxirigacha ko'ringlar. Hozirgi paytda hamma odamlarga juda ham kerakli topikda gaplashamiz. Mana shu kitobdan olingan bo'ladi. Bugungi podkastimiz mana shu kitobdan olingan insightlardan bo'ladi. Ya'ni bu nima? Bu Nik Vujicic, ya'ni qo'l oyoqsiz tug'ilgan odam. Mana bu yerda ko'rsanglar, ikkita barmoqi bor. Даже bu barmoq qo'yilgan, bu protez, даже bu ham bo'lmagan tug'ilgan edi. Men bu kitobni hali oxirigacha o'qimadim, lekin уже o'qimasimdan ozgina o'qidim. Ozgina o'qiganimda ham juda ham katta insight oldim, guys. Ko'p gapirmayman, qisqa yo'lda tushuntiraman. Bu odam aytayapti, ko'pchilik men yoshligimda, hozir ham hayotimda ko'pchilik o'ylaydi, как будто meni oyog'im, qo'lim yo'qligi uchun men baxtsizman, hayotdan qanaqadir smysl ko'rmaganman, ma'no topmaganman deb o'ylaydi, lekin aslida ular ma'no topmagan. Men shu turishimda, shu oyoq qo'lim yo'q, misol uchun juda ham qiyin-da, bunaqa hayot. Siz просто tasavvur qilinglar, ozgina qo'linglar, oyog'inglar yo'q, absolutno yo'q hech nima. Bu juda ham katta problema. Odam baxtli bo'lishi вообще невозможно demda. И bu aytayapti, men shu turishimda hayotdan ma'no topganman. Men o'ylaymanki, deyapti, Xudo meni bekorga bunaqa yaratmadi. Agarda misol uchun hamma bilan bir xil yaratganda, men bunchalik baxtli bo'lmasdim, deyapti. Tasavvur qilasizlarmi? Endi aytayapti, menga ko'pchilik o'rtoqlarim, yaqinlarim, yo atrofimdagi odamlar o'zining hayotidagi problemalarni gapiradi, hayotdan ma'no ko'rmayotganini gapiradi, tak dalay. И bizda ham shu narsa bor. Juda ham ko'pchiligimiz, siz u men hayotdagi problemamizdan nolib, voy menda o'xshamayapti, meni hayotim og'ir, unaqa deb hayotimizdan nolib yurgan paytda qo'l oyoqsiz odam hayotidan ma'no topib, odamlarga qanaqa baxtli yashash kerakligini o'rgatyapti. Bu aytyapti, men dunyo bo'ylab hozir sayohat qilyapman. Dunyo bo'ylab sayohat qilyapman, чтобы odamlar ko'rsin, qo'l oyoqsiz ham baxtli odamlar borligini va o'zini hozirgi bo'lgan hayotida qanchalik baxtli yashayotganini tushunib yetsin, anglab yetsin. Va bilasizlarmi, shu kitobni hozir sizlarga ko'rsatdi. Mana shuncha joyini o'qidim, aytdiki, mana shuncha joyini o'qidim. И уже men hayotimda faqat quyosh porlayapti. Bugun ham ishxonaga boryapman. Havo bugun juda ham yomon bo'ldi. E'tiboringiz uchun bugun 21-aprel. Toshkentda havo juda ham qanaqadir g'alati bo'ldi. Na quyosh chiqadi, na yomg'ir yog'adi. Juda ham moodni tushiradigan bir moody havo bo'ldi. И hamma без настроения. Bordim, hamma без настроения. И mendan so'rashyapti, что ko'rishganman, har doim men salniy bo'lib yuraman, ashula aytib, o'ynab, hammani kayfiyatini ko'tarib, kulib yuraman polniy. Даже если menda qanaqadir problemalar bo'lsa ham hayotimda. И aytishyapti, havo g'alati deyishyapti. G'alati tomma. But not your mood, deyapti. The weather is bad, but not your mood. Your mood is good, as usual deyishyapti. O'zbekcha degan bo'lsam, havo yomon bo'lsa ham sen baribir mood, ya'ni kayfiyating yaxshi, har doimgidek deyapti. И bu narsa menda to'g'ri o'z oldindan shunaqa qiziydim, xursand bo'lib boshqa qilib yuradim-ku. Men buni o'qiganimdan keyin, o'sha mashinchasini o'qiganimdan keyin bundan battar bum bo'lib ketdi menda. Ya'ni men o'sha tushunib yetdim. Menda o'sha kichkina problemalarimni ozgina o'ylab yurardim. Unaqa ko'p emas, ozgina o'ylab yurardim. Ozgina siqilish bo'ladi edi odamda. И men mana shuni o'qishni boshladim, ozginasini. И o'shalar ham даже menga problemadek ko'rinmayapti o'sha. Ey inson, ey aziza, qo'l oyoqsiz odam hayoti qanaqa baxtliligini, hayoti qanaqa ma'noga egaligini u anglab yetgan, qo'l oyog'i bo'lmasa ham Xudoga shukr qiladi. Ey Xudo, meni bekorga bunaqa yaratmading, o'zingga shukr, shunaqa yaratganing uchun ham deb shukronalik keltiradi. И shu turishida hayotdan shunaqa katta ma'no topgan, siz bilan menda yo'qda, unaqa narsa tushunasizmi?
Nimaga endi san arzimagan qanaqadir o'tib ketadigan, hal qilsa bo'ladigan problemalaring uchun siqilib yurishing kerak? Nimaga sog'lig'ingni, kayfiyatingni buzishing kerak o'tib ketadigan qayodagi arzimas problemalar uchun? Va bundan tashqari o'zingga ketmagandek, bo'zrayib yurib, boshqalar ham kayfiyatini buzib. Is it worse? Is it worse doing that? Bu arziydimi qilishga? Yo'q. Va ko'p gapirmoqchi emasman, prosta problemalarni hal qilsa bo'ladi. Qo'li, oyog'i yo'q odam hayotidan ma'no topdi. Problemalarni yechishni, ular hal bo'lishini biladi. Siz u menga o'xshagan qo'l oyog'i bor, lekin hayotidan ma'no topolmagan odamlarga motivatsiya berish uchun, ularga hayotni ma'nosini tushuntirish uchun, ko'rsatish uchun bu odam dunyo bo'ylab sayohat qiladi va siz u menga o'rgatadi. Hayotda bir marta yashaymiz. Problemalaringizni hal qilsa bo'ladi, lekin uni o'ylab, siqilib, kayfiyatingiz, sog'lig'ingiz va yon atrofingizdagi odamlarning kayfiyatini buzish evaziga uni siz hech qanaqa yecha olmaysiz. Shunchaki solution o'ylang, problemani yechish uchun. Lekin sizning moodingiz bilan emas, mamit bilan. Bo'dingiz har doim ochilib tursin, har doim xursand bo'ling. Sizga hayot berildi, siz yashayapsiz. Nechidir million, trillionta odam yerda tagida qaniydi bir kun yashasam deb orzu qiladi. Siz yashayapsiz, har kuni uyg'onyapsiz, har kuni tiriksiz va har kuni siz uyg'onganingiz bu bitta chance. Bu bitta sizga berilgan tanlov. Uni qanaqa o'tkazish, qanaqa yashash kayfiyat bilanmi, kayfiyatsizmi, u sizning qo'lingizda. Menimcha bugungi podkastimizni asl ma'nosini tushuntira oldim degan umiddaman. Share qiling, yaqinlaringizga yuboring, ular ham tushunishsin va problemalari yechilishligini o'ylashsin. Har doim kayfiyatligi salniy bo'lib yursin, salniy bo'linglar. Bu hayotni bir marta yashaymiz. Xursand bo'lib, mazza qilib, yayrab chaqnab yurish kerak. Yes, like me, so goodbye.